endi qonunan jigar so'zi ham patentlanyapti. Jigar. Mana Inomarka haydani patentlaganmiz. Shu so'zga yaqin, shunga o'xshash narsalarni ochish olmaydi endi. Men oldin biznes qilganman Firdavs aka. Mana shu patentlamaгаnim hisobiga joylarim yopilib ketgan. Ya'ni logomni o'zgartirishga majbur bo'lganman. Adashmasam 40 million 50 million shtraf qilamiz. Srochni o'zgartiring deb kelishgan edi. Mana xullas patentlash markazi bor Firdavs aka. Mana Inomarka haydani qilib beruvdilar. Baraka toping. Endi mana jigarni ham qilamiz. Xullas tabriklab qo'yish kerakmi? Nima qilish kerak bilmayman. Agar siz biznesingiz bo'lsa, brendingizni обязательно patentlab oling. Любойdan o'qting, ham brend zo'r ketyapti deb. Sizdan oldin borib patentlab olsa, ishoning siz u brendni ishlata olmaysiz. Majbur undan palov pulga sotib olasiz yoki boshqa brend ochishga majbur bo'lasiz. Kontaktlarni qoldiraman. Baraka toping, aka. Mana shunaqa tadbirkorlarga patentlashga xullas yordam beryaptilar. Konsalting xizmatini ko'rsatyaptilar. Xullas kontaktlarni qoldiraman. Qilib oling, patentlab oling, ertaga rahmat deysiz.